Nomard ota menga kasal farzand kerak emas deb ularni tashlab ketadi. Bu bechora ayol esa ikkita kasal qizi bilan yolg'iz qoladi. Kichkina qizi Shodiyona og'ir ahvolda bo'lgani uchun uni davolash yolg'iz ayolning qo'lidan kelmaydi va bizga murojaat qildi. Siz ko'rib turgan ushbu 5 yoshli Shodiyonaning nafas yo'lida muammo bo'lib, kislorodsiz umuman nafas ola olmaydi. Uni srochna Hindistonga jo'natib operatsiya qilishimiz kerak, lekin 60 million so'm yetmayapti. Sizda ham qizingiz yoki o'g'lingiz bor-ku, agar farzandingiz shu ahvolda bo'lsa-yu hech kim yordam qilmasa, siz nima qilgan bo'lardingiz? Yordam qilishga pulingiz bo'lmasa, hech bo'lmasa video ostida 100 mingta like bosib, videoni 10 kishiga yuborishni iltimos qilaman. Ekrandagi kartalar va telefon raqam qizchaning onasiga tegishli. Kattaroq ehson qilmoqchi bo'lsangiz, albatta telefon qilib bog'laning. Do'stlar, ushbu ko'rib turayotganingiz kislorod apparati. 5 yoshli qizimiz Shodiyonaxonga ulangan. Agar mana shuni oladigan bo'lsak, bu qizimiz nobud bo'lib qolishi mumkin. Bechora qizimiz 10 kundan beri reanimatsiya dedi. Mana hozir chiqdi, syomka qilib olyapmiz. Uni srochna jo'natishimiz kerak. Holati juda ham og'ir. Farzandimni mana ko'rib turibsizlar. Bugun reanimatsiyadan olib chiqdik. Bizga kommentariya yozyapganlar. Kiyinyapti, yasanayapti, bu rostmi deganlar. Menga birovni 1 so'm haqqi kerak emas. Menga faqat shu farzandim bolalar qatoriga qo'shib olsam bo'ldi. Men yolg'iz ona bo'lsam, yolg'iz o'zim qatga borayman. Nomard otasi tashlab ketgan bo'lsa, xabar olmasa. Likey